Samsung yoki iPhone. Hozirgi paytda Samsung narxi $1000, iPhone 16 Pro Max narxi $1250. Agarda Samsung olmay iPhone olsangiz, nimalardan voz kechishingizni qolmasligi birma-bir sanab beraman. Tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, Samsungniki turbochi qirrali, iPhone'niki dumaloq qirrali. Korpusi titandan qoplangan. Bu yil nimagadir iPhone sal qanaqadir jenskiyroq rang bo'lib olib chiqdi. Sababi ko'rishingiz mumkin. Mana desert rangi, lekin qanaqadir goldga ham o'xshamaydi, qanaqadir nima bo'ladi. Men Samsungga qaraganda jenskiyroqda qarayman. Erkakda, mana erkak bo'lib turibdi, mana qop-qora, chetira natural. Bunda qanaqadir bir gold, bir nima bo'ladi. Qizil jentriga o'xshaydi-da, mana. Ko'rishingiz mumkin. Agar prozrachniy chexol taqadigan bo'lsangiz, keyin bunga chexol taqadigan bo'lsangiz, qanaqadir bu erkak bo'lib turadi-da. Tashqi dizayn etdik, ana endi xarakteristikasi 12256, 12512, 12 ga 1 terabayt. iPhone'da sal slabiyroq 8256, 8512, 8 ga 1 terabayt. iPhone'ning plyusi, Samsungning minusi. Misol uchun Samsungning minusi 06 kamera, 05 kamera yo'q. iPhone'da 05 kamera bor. Misol uchun siz agar sifatli kontent olmoqchi bo'lsangiz, 1x da olishingiz shart. Samsungda, iPhone'da 05x da ham olsangiz bo'ladi. Ikkalovida ham sun'iy intellekt bor. Misol uchun Samsungniki ancha kuchli ekan, iPhone'niki unchalik kuchli emas. Misol uchun mana shu rasmga oldik, sun'iy intellekt orqali mashinani chizdik, mashinani birga bir mana shu turgandek qilib berdi. Hozir kadrlarni qo'yib qo'yaman, ko'rishingiz mumkin. Hop, xarakteristikalarni gaplashdik. iPhone 16 Pro Max bilan S25 Ultra ni. Ana endi hozir o'yinda test qilib ko'ramiz. PUBG'gacha qo'yib qo'ydik. Hozir mana PUBG turibdi. Ikkalovida hozir necha FPS podдержка qiladi va qanaqa o'ynalishini ko'rsatib beramiz. Birinchi bo'lib Samsungdan boshlaymiz. Настройкаga kirib turib, grafikani ko'rsataman. Mana bu yoqda Plavni Ultra Extreme 120 FPS podдержка qilar ekan. Hop, ishlashlari Plavni mana shu cho'tki. Endi iPhone 16 Pro Max da. Bu ham ishlashlari yaxshi. Nastroykaga kiramiz, grafikaga. Mana Plavni va Ultra Extreme 120 FPS turibdi. Ishlashlari ham bunda ham zo'r. Ana endi ikkalovida o'ynab ko'ramiz endi. Samsungdan boshlaymiz. Ungacha iPhone boshlanib turadi. Ko'rib turganingizdek, ko'rsatishi, grafikasi ancha zo'r. Ashiplarni. Bu yoqda iPhone'da qanaqadir sal qoralik bor ekan. Samsungga solishtirgan. Sezilayotgandir kadrda. Men bir vaqtda boshlandi. Mana hozir oq fonda ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir Samsung yarkiyroq iPhone'dan ko'ra. Primorskga sakraymiz. Buni ham sakraveramiz. Yarkisi tushib ketdi, yarkisi ko'tarib olamiz. Zo'r, ancha yaxshi. Hop, 20 ms turibdi. iPhone endi zo'rga joylab qo'yamiz. Yaqinroq tutib boramiz. Aracı. Hop, iPhone ham yaxshi. Ko'rib turganingizdek, iPhone ham yaxshi qochishli bo'lmayapti.
Hop, kamerasini test qilib ko'ramiz. 05, 06, 1x ga qo'yamiz, 2x ga qo'yamiz, 3x ga qo'yamiz. Bunda 5x, bunda 5x bor, ham 10x bor mana. Ko'rib turganingizdek. Bu yoqda iPhone ning sifati, bu yoqda Samsung sifati mana. Ancha-muncha yaqinlashtirib beryapti mana. Uzoqdagi mashinaning nomerini ham ko'rib beryapti mana. Uzoqdagi. Mana iPhone sifatini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana Samsung sifati mana. Bu video 3 oy oldin chiqishi kerak edi. Basavurga ko'ra chiqara olmay qoldik. Ya'ni 16 Pro Max bilan 25 Ultra ni xarakteristika, o'yinda qanaqa o'zini tutadi, kamerasi qanaqa, misol uchun 3 oy oldin agar 16 Pro Max olgan bo'lsangiz yoki Samsung ni 3 oy oldin olgan bo'lsangiz, nimalar o'zgardi? Misol uchun Samsung dan iPhone ga o'tdingizmi, iPhone dan Samsung ga o'tdingizmi, qanaqa fishkalarni o'tkazib yubordingiz, korpusda yoki qanaqa sizga nyuanslar yoqmadimi? Hammasini batafsil shu videoda to'liq tushunib oldingiz. Misol uchun sizga 16 Pro Max kerakmi yoki Samsung kerakmi? Sizga qanaqa misollarda kerak bu telefonlar? Shularni ko'rsatib berdik. Agar siz o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, ikkala o'yin ham olsangiz bo'ladi. Kameraga olmoqchi bo'lsangiz, ikkala o'yin ham olsangiz bo'ladi. Unaqa katta farq ko'rmadim men 25 Ultra bilan 16 Pro Max. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, bizga yanada motivatsiya beradi. Keyingi videolarimizda qaysi smartfonni obzorini olib chiqaylik, kommentariyga yozib qoldiring. Salomat bo'ling.